Murata O'zbek 2004-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Tug'ilgan sanasi 29-fevral va bu sana 4 yilda bir keladi. Otasi ham futbolchi bo'lgan va himoyada o'ynagan, lekin o'g'li hujumchi bo'lishini xohlagan. Husanov yoshligida hujumchi bo'lgan. Manchester City futbolchisi hisoblanadi. Cityga transfer summasi 40 million yevroni tashkil etgan. Bu transferni shaxsan Gvardiola xohlagan. Transfer 2029-yilgacha imzolangan. Transfer marketdagi bahosi esa 12 million yevro va bu summa Ronaldonikidan ham qimmat. Osiyo bo'yicha eng qimmat sotilgan futbolchi hisoblanadi. Pozitsiyasi markaziy himoyachi. Gvardiola uni o'ng qanot himoyasida o'ynatyapti. Himoyaning istalgan chizig'ida o'ynay oladi. Professional faoliyatini Bunyodkorda boshlagan, lekin Bunyodkor Husanovni asosiy tarkibga olmagan. 16 yoshida energetik buguga o'tgan. U yerda 1 yil tarkibga tusha olmagan va faqat shug'ullanib yurgan. Energetik bugu safida 35 ta o'yinda maydonga tushgan va 4 ta gol va 4 ta assistni amalga oshirgan. 2023-yil 24-iyulda Lans klubi bilan shartnoma imzolagan. O'zbekiston tarixidagi Liga 1da o'ynagan ilk o'yinchi. 2023-yildan milliy terma jamoada o'ynashni boshlagan. Ingliz tilini bilmaydi. Cityning 3-darvozaboni Ortega bilan mashq qilishni yoqtiradi. Chelsiga qarshi debyut o'yini juda omadsiz bo'lgan. Asosan 3 tadan iborat himoya chizig'ida o'ynashga moslashgan. Husanovning otasi uning eng katta motivatsiya beruvchisi hisoblanadi. MTGdagi birinchi debyuti Monga qarshi o'yinda bo'lgan. Lansdagi debyutini Wolfsburgga qarshi qilgan. Husanovning bo'yi 190 cm, og'irligi 85 kg. Intervyular berishni yoqtirmaydi. Futbol o'ynashdan ko'ra intervyu berish qiyin deb hisoblaydi. Husanovning ukasi ham futbolchi. Yoshligida boks bilan shug'ullangan. Professional faoliyatidagi ilk golini Lemon Grodo klubiga kiritgan. 2022-yil 19 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston yoshlar jamoasida debyut qilgan. 2023-yil mart oyida Osiyo kubogida chempionlikni qo'lga kiritgan. Real Madridga qarshi javob o'yinida to'liq o'yin o'tkazdi va Viniciusga umuman imkon bermadi. O'yindan keyin 7 ball oldi. Husanov shaxsiy hayotini ko'rsatishni yoqtirmaydi. Kompyuter o'yinlariga qiziqadi. Futbol bo'yicha virtual musobaqalarda qatnashib turadi. Instagram sahifasida 434 ming obunachisi bor va 55 ta post joylagan. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda unchalik faol emas. O'yindan keyin futbolchilar bilan futbolga almashtirishni yoqtirmaydi. Citydagi ikkinchi o'yinida gol urishga erishgan. Maxsus dietada yuradi. Asosiy maqsadi O'zbekiston milliy jamoasini jahon chempionatiga olib chiqish. Stol tennisi o'ynashni yaxshi ko'radi. 2024-yilda Xalqaro futbol tarixi federatsiyasi tomonidan yilning eng yaxshi yosh o'yinchisi nomzodiga kiritilgan.